Ha, bunday imkoniyatlar faqatgina alfa sirtlon bolasi bo'lganing uchun. Sirtlonlar to'dasi bu nihoyatda radikal, kuchli va feministlar jamiyati. Unda to'liq matriarxat hukmron. Erkaklar bu yerda eng past pog'onada turishadi va faqat ko'payish vositasi sifatida ishlatiladi. Urg'ochilar azob-uqubat, qiyinchiliklardan o'tib, to'daning to'laqonli a'zosiga aylanishadi. Erkaklarda ham xuddi shunday. Azob-uqubat, qiyinchiliklardan o'tgandan so'ng 2-3 yoshligida to'dadan haydab yuboriladi. Agar sen alfa bolasi bo'lsang ham, bu senga yordam bermaydi. Va mana endi yolg'iz, xo'rlangan, qiynalgan va ranjigan holatda katta hayotga qadam qo'yding. Go'yoki haqiqiy erkin hayot endi boshlanadi. Endi hech qanday taqdir sinovlari yo'q va sen hayotdan zavqlanishing mumkin. Ammo hayot beshafqat. Umuman olganda sirtlonlar juda yaxshi ovchi. Ular o'zlaridan 2-3 marta katta bo'lgan o'ljani ham yiqita oladi. Ma'lumotlarga ko'ra, bitta sirtlon antilopa yoki zebrani yolg'iz o'ldirishi mumkin. Sirtlonning tishlash kuchi taxminan 75 kilogramm kvadrat santimetrga to'g'ri keladi. Bu hatto shernikidan ham kuchli. Bundan tashqari, sirtlonlar juda chidamli va o'ljasini uzoq vaqt davomida quvib, o'ljasi holdan toyguncha ta'qib qila oladi. Ammo shuncha ustunliklarga qaramay, yolg'iz sirtlon uchun ov ko'pincha muvaffaqiyatsiz tugaydi. Agar tasodifan begona hududga kirib qolsang, o'z turdoshlaring seni o'ldirib yeb yuborishi mumkin. Yana tabiiy dushmanlarni ham esdan chiqarmaslik kerak. Masalan, sherlar, haqiqiy bezorilar va shunchaki zerikkanidan ham seni o'ldirib yuborishi mumkin. Odamlardan ham yordam kutish bu katta xato, chunki sen yoqimli panda emassan yoki chiroyli amur yo'lbarsi ham emas. Afrikaning ba'zi hududlarida ochiqdan ochiq shunchaki sirtlonlarni yomon ko'rganlari uchun o'ldirishadi.